Yamasa bazarda bir savdo o'rnini achaman desangiz, ya bir chaynaya, kafe, misol turobka ishlab chiqarasiz, misol so'zotlarda alaman desangiz bo'ladi. 20 bu xatimizlar uchunroq. So'larga jengiltilgan kredit 20% dan beriladi. Asosiy vosita sotib olaman desangiz, 20% dan 7 yil muddatga olsangiz bo'ladi. 7 yil muddatga. Keyin yana boshqa kreditlarimiz bor, misol maqsadsiz kreditlarimiz bor, plastik o'sib bir o'z-o'zingizga banklangan holda olsangiz bo'ladi. Ular ham 7% dan olsangiz bo'ladi. Keyin mahalladan beriladigan imtiyozli kreditlarimiz bor. 13,5% dan beriladi. Ularni olsangiz bo'ladi. Misol tadbirkorlik faoliyatida men shug'ullanaman desangiz 17,5% kreditimiz necha so'mga beradi? Uni 20 millionga deyim beriladi bizda. Endi misol chorvachilik qilsangiz 4 yilga beriladi. Misol bu yerda misol arzon joyda sotasiz, onlayn joyda sotasiz. Onlayn oila kredit o'zining saytimiz bor. So'ng holda ishlatsangiz bo'ladi. O'z-o'zingizda baklagan holda so kreditimizni arzonlashtirilgan kreditdan olsangiz bo'ladi. Keyin misol alın mahalladan kredit olib jo'g'on bo'lsangiz, o'zim davomlayman desangiz, naqdlay beriladigan kreditlarimiz ham bor. 20 millionga chekim. Kepillik bilan bu. Kepillikdan. Kepillikdan olsangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha misol yuridik bilan shug'ullanaman desangiz ham bo'ladi. Yuridik bo'yicha da kreditlarimiz bor. Misol zalga qo'yib olaman desangiz bo'ladi. Faoliyatni shu yerda men desangiz. Siz qanday maqsadga kredit olasiz? O'z-o'zingizni banklangan holda istedi. Siz bo'yicha agar qandaydir bir ma'lum so'rovlarimiz bo'lsa, bizlarga shug'ullanib bo'lsangiz, so'rovlarimiz bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Agar so'rovlarimiz shu bo'lsa, rahmat hammangizga.